Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kitobsevarlarimiz. O'zbekiston kitobxonlar yurti. O'zbekistonda kitobxonlik madaniyatini oshirish, aholi, ayniqsa yoshlar orasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish. Bu tashabbus Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan bo'lib, milliy taraqqiyotning muhim omili sifatida ko'zda tutilgan. Hurmatli kitobxonlar, joriy yilning 21-27 aprel kunlari respublikamiz bo'ylab O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida 5-respublika kitobxonlik haftaligiga taklif qilamiz. Mazkur haftalik davomida Zarbdor tumani axborot kutubxona markazida sizlarni qiziqarli tadbirlar, ekskursiyalar, viktorinalar, davra suhbatlari, shoir va yozuvchilar bilan uchrashuvlar kutib qoladi. Barchangizni mazkur haftalikda faol ishtirok etishga chorlab qolamiz. Kitobga bo'lgan muhabbatni yanada yuksaltirishga birgalikda hissa qo'shaylik.